Çünkü bunun zari yaman boludu. Ata-anasız bu hayatta o bichara ming ish qilib ming turgan boludu. Dili sunuq bir inson yig'latganning dardi yaman boludu. Agar bir yetim siz sabablik yosh to'kkan, dili og'rigan, yuragi sungan, shu jimjit kechida bu hayotga nola qilgan bo'lsa aniqki, siz ham uning hasratidan ortiq hasratga mubtalo bo'lmay turib hayot tugamaydi. Chunki yetimning zari yaman bo'ladi. Uning ko'z yoshi qahridan ochiq bo'ladi. Shunga yetimni yig'latmaydi. Uning diliga rat azorlarni ravo aylamaydi.